2025-yilning 19-dekabr kuni soat 20:00 da Mening yurtim telekanalida Iffat serialining 60-qismi namoyish etiladi. Ushbu epizod butun voqealar rivojida muhim burilish bo'lib, tomoshabinni yanada chuqurroq hissiy holatlarga yetaklaydi. Dastlabki sahnalardanoq qahramonlar taqdiri oldida turgan murakkab tanlovlar yaqqol seziladi. Iffat seriali or, sadoqat va muhabbat mavzularini izchil va nozik tarzda ochib berishda davom etadi. Kamron va Shirin o'rtasidagi munosabatlar bu qismda yanada murakkablashib, kutilmagan zarbalar va og'ir sinovlar orqali o'tadi. Syujet shuni ko'rsatadiki, haqiqiy muhabbat faqat baxtli lahzalarda emas, balki mashaqqatli yo'lda ham sinaladi. Kamron obrazi mas'uliyat va ichki kurash ramziga aylanadi, Shirin esa sabr-toqat va qat'iyat bilan ajralib turadi. Ularning hikoyasi orqali serial tomoshabinga muhim savolni beradi: muhabbat qanchalik kuchli bo'lishi mumkin? Iffatning 60-qismi aynan shu savolga hissiy va chuqur javob izlaydi.